Həmminglarninki muş vaqtinglar xeyrlik bo'lsin. Mening ismim Muxtar Cho'ng. 1990-yili Yaponiyaga chiqqan edim. Yaponiyada 2007-yil turib, 2007-yili Amerikaga kelgan. Hozir Amerikaninki Virginia shtatida turaman. Bugun jamoatning oldiga bu shaklda chiqishimdagi maqsad yakshanba kuni, ya'ni 2023-yili 10-oyning 22-kuni Virginiyadagi Uyg'ur markazida o'tkazilgan bir Qur'on tilovatda jamoat duodan keyin to'plashib zaldan sirtqa chiqayotganda Qaysar Rayim apandi meni ko'rib yuqori ovozda "Assalomu alaykum Muxtar aka. Tolibjon sizni otishga berib kelibdi" deydi-ku deb men bilan ko'rishdi. Men bek achchig'im kelgan bo'lsa-mu, shu o'lim uchun duo tilovat o'rinlashtirilganining yuz xotirasi va ko'pchilikning kayfiyatini buzmay deb o'ylab, udul talog'i chiqib, uyga qaytib ketdim. Uyga kiriblam Qaysar Rayim apandiga telefon qilib, Tolibjon apandi bilan Qaysar Rayim apandini uyimning oldiga chaqirtib keldim. Ular kelgandan keyin Tolibjon apandidan men qachon ochishga berib ketdiman. Nima asosimiz bilan bu gapni Qaysar Rayim apandiga dedingiz deb so'radim. Tolibjon apandi men undaq demadim dedi. Men Qaysar Rayim apandiga Tolibjon apandi undaq demabdi-ku. Nima uchun bundaq gapni qildingiz deb so'radim. U men chaqchaq qilib debdiman dedi. Mushu tariqada mening kayfiyatim buzilib, ko'p qatim nima uchun bundaq bir chaqchaqninki zo'ri bo'lib qolganligini so'radim. Uning deyishicha men aloqa qilmabdimanmish. Shunga shundaq chaqchaq qilibdimish. Men ukam, men sizga texi yaqinda to'y ishlari qanday ketib boradi deb telefon qildim. Hatta bugun atdiganmi telefon qildim. Siz telefonni olmadingiz dedim. Hem men aloqa qilmasam, ishimiz bo'lsa, siz menga telefon qilsangiz bo'lmamdi deb so'radi. U yanala o'xshash apu so'rab turib oldi. Lekin u men so'ragan savolga javob bermadi. U yana men sizni okamning o'rnini ko'rib, "Aglab debdiman" deydi. Ukam, siz mushu vaziyatda Amerikadagi bir Uyg'urga ko'pchilikning oldida Tolibjon sizni otishga berib kelibdi deydi-ku deb aklamsiz. Bu qandaq rezil aklash deb yana kayfiyatim buzildi. Qisqasi, men Tolibjon apandi bilan Qaysar Rayim apandini uyim oldiga chaqirtib, bu zodi qandaq chaqchaq, bu chaqchaqning keyinda kim bor? Siz bu orqali nima demoqchi yoki nima erishmoqchi deb ko'p qatim so'radim. U yana o'xshash chaqchaq qilganligini o'z aksida ko'rib, akilganligini dedi. Men bu rezil chaqchaqni ommaviy so'rinda anglaganligim uchun bu shaklda jamoatning oldida deyishni to'g'ri ko'rdim. Chunki men buni odatdagi chaqchaq emas, balki man qilingan bir bo'xton, tuhmat choplash uchun qilingan rezil, chinga chiqqanda chaqchaq bo'lmasa bir kishiningki obrazini, sharpini tushirish uchun qilingan maqsadlik tuhmat yoki disinformation deb o'ylayman. Chunki menga nisbatan bu mazmuni va so'rini o'xshash atalmish chaqchaqninki ikkinchi qatim sodir bo'lishi edi. Bu rezil chaqchaqninki birinchi qatimi bultur 11-oyda, ya'ni yana bir qarindishimiz uyushtirgan Qur'on tilovatda yuz bergan. Bu ikki atalmish chaqchaqning o'rtaq alayiligi shuki, bu ommaviy so'rin bo'lgan Qur'on tilovatninki duo oxirlashib, mehmonlar o'rindan turib talaga qarab to'plashib monganda bir qarindishimiz meni ko'rib, qo'l uzatib ko'rishib, "Muxtar aka, seni otishga berib kelibdi" deydi-ku dedi. Men shu an men otishga borg'icha o'lib olmayman deb javob berdim. Hem keyin sirtda. Men bu qarindishimizga bek xafa bo'ldim. U mendan apu so'radi va 4-5 kishining oldida "Muxtar aka, meni bir qatim kechirib et. Men mushu banada gap so'zga diqqat qilgan odam bo'lay" dedi. Demak, men mush tariqada uni kechirgan va bo'ldi qilgan edim. Lekin
Bu qatim o'xshash atalmış rezil chaqchaqninki o'xshash sharoitda va o'xshash shaklda xuddi kopiya qilgandek takrorlanishidan men buning odatdagi bir chaqchaq emas ekanligini his qildim. Bu qatim bu ishni bo'ldi qilmay oxirigacha surishtirish qaroriga keldim. Uyg'ur millatining beshiga kelgan va davomlashayotgan kulfatlarni butun dunyo biladi. Mushundaq bir sharoitda vatanga berib kelalaydigan, bo'libmi Amerikadan vatanga berib kelalaydigan Uyg'urningki qandoq odam ekanligini tasavvur qilish emas. Qaysar Rayim efendi, mushundaq sharoitda mushundaq chaqchaqni qilish qandoq esingiz keldi? Odatda bek chaqchaqchilardanmi emas edingiz. Jamoatning to'plashgan yerda mening milliy g'ururim va obrazimni tushiradigan gaplarni, ya'ni tuhmatlarni, disinformationni qilishni sizga kim buyurdi? Men sizda qo'shnam dedim, inim dedim. Bir tuqqanimning o'rnida qo'yib muomala qildim. Siz shunday qilgan edingiz. Qaysi manfaat foydangiz uchun mening siyosiy obrazimni tushirishga urindingiz? Shu kundan boshlab qanday o'ylasammi bir muvofiq javob topolmadim. Chunki mushundaq bir bema'ni chaqchaqninki butunlay o'xshash shaklda takrorlanishi buni men hargiz bir tasodifiylik deb o'ylaolmadim. Ommaviy so'rinda deydiganni deb bo'lib, chaqchaq qilib qo'ydim yoki akam o'rinda ko'rib, hakilab deb soptiman deganninki hech ma'nosi yo'q. Men yakshanba kuni sizga deganimdek bu rezil chaqchaqqa ko'pchilikning oldida bir tushuncha berishingiz lozim. Men hozirgacha ba'zi turmush jihatdagi noto'g'ri muomala va gap so'zlarga nisbatan peshimga yuqqan to'pini qiqib o'tgandek peshimni qiqib o'tib yo'lamni davomlashtirib kelgan edim. Lekin milliy g'urur va siyosiy nom sharifimga qarchoplaydigan xarakterdagi ishlarni hargiz qabul qilmayman ham bo'sh qo'yib o'tmayman. Javobini olaman. Yana takrorlayman. Milliy g'ururimga va siyosiy nom sharifimga qarchoplaydigan her qanday ishlarni hargiz qabul qilmayman ham bo'sh qo'yib o'tmayman. Javobini olaman. Agar siz degan ish mavjud bo'lgan bo'lsa edi, o chaqda balkim men sukutni tanlagan bo'lishim mumkin edi. Lekin men Amerikaga kelgan mushu 15-16 yil, ya'ni men Amerikaga kelgan 2007-yildan buyon Sharq Turkistonga otishqa borgan emas. Hatta men o'zim o'qigan, xizmat qilgan, bolalarim o'qib cho'ng bo'lgan Yapongami borgan emas. Ya'ni men 2007-yildan beri 2007-yildan buyon Osiyo qit'asiga bormadim. Bir odamga chaqchaq qildim deb gapninki oldi keyinni o'ylamay bema'ni chaqchaq qilish mayli axloqiy jihatdan bo'lsin va yoki boshqa jihatdan bo'lsin to'g'ri emas. Shuning uchun ko'pchilikning oldida bu gapni deb qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Men Uyg'urlik g'ururimga zid keladigan ishni qilmayman. Men turmushda intayin mas'uliyatchan bir odam. Men cho'ng ishlarda bir-biriga zid keladigan ishni qilmayman. Men Amerika qanday kelganligimni bilaman. Amerikaga kelib, qanday vaziyatda Amerikaga kelib, qanday salohiyatda Amerikaga kelib, hozir mushkamlikka chiqganligimni men o'zim bilaman. Shuning uchun men yuqorida dedim, men bir-biriga zid keladigan ishni qilmayman. Shunga bu gapni nima uchun deganligingizni, nerdan bu gapning esingizga kelganligini, nima uchun bu gapni ommaviy so'rinda deyishga majbur bo'lganligingizni yoki uning zarur bo'lganligini menga bir tushundirsangiz, o'sha jamoatning oldida. To'g'ri. Buni bana tushundirsangiz desam,
mağlan bir şəxsi düşündürsünüz bulmaydı. Çünkü siz cemaatinin aldıda dediniz. Şuna cemaatinin aldıda şuna bir düşünce verişimiz ne? Sorayım. Köpçülük rahmet.